Bugungi rivojlanishlarni, yangilanishlarni albatta eng chekka hududlar misolida ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda yoshlarimizga berilayotgan imkoniyatlar esa talaygina. Bugun biz mana shunday imkoniyatlardan samarali foydalanib kelayotgan yoshlarimizning biri bilan tanishamiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum O'razmet, yaxshimisiz? Bugun faoliyatingiz bilan sizni bir yaqindan tanishaylik deb keldik. O'zingiz bir tanishtirib o'tsangiz, qachon boshlagansiz? Nukus rayon Aqtay ovulida turaman. Yoshlar yetakchiligimizdan söylesip, Bo'ylas kanalida 60-salik qaror bo'yicha 20 million kredit aldım. Sol bo'yicha avulga xizmat ko'rsatuv bo'yicha o'tgan yildan boshlab xizmat ko'rsatib boshlayapmiz avulga. Xizmat ko'rsatuvda sammoyka ochdim, mashina juvib, avulning mashinalarini juvib, neqib berish uchun. Odan keyin motokultivator var, yer ayda uchun. Yerlerini aydab neqib beramiz, xizmat ko'rsatamiz. Svarka aparatim var, svarka aldım. Avulning nelerini svarka istebi bo'yicha, sol bo'yicha da xizmat ko'rsatyapmiz. Demak, avvallar mana shu hududda unday xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassislar, ya'ni xodimlar bo'lmaganda, yangilik bo'lgan bo'lsa kerak, anchayin qulayliklar hududdagi aholiga. Tavroq jardin bo'ldi. Hamma avulning nesini o'zimni bandlab, o'zimni daromad topyapman o'zimda. Avulning ham ko'p жұмыстарni jardin qilyapmiz-da. Shu bilan birgalikda siz bundan boshqada ishlar bilan ham shug'ullanar ekansiz. Ular haqida ham aytib o'tsangiz. Odanda boshqa o'zim yoshlar tarafidan yer olib qo'yibman. Hozirda so'z yerdan qovun-qarbiz yegib, shag'aramizga daromad topyapmiz. Juda ham zo'r, aynan siz bir vaqtning o'zida bir nechta xizmat ko'rsatish sohalari va shu bilan birgalikda dehqonchilik bilan ham shug'ullanar ekansiz. Bu anchayin bir yoshlarimiz uchun sizni bir namuna qilib ko'rsatsak arziydi-da. Yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalansak bo'ladi ekan. Hammangizga shunday zatlarni olib xizmat ko'rsatishga chaqirib qolaman. Biz ham sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va kelgusidagi faoliyatingizga faqat omad va zafarlar tilaymiz.